Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hammangiz tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Hammangizni kirib kelayotgan Idul Qurbon hayiti bilan sizlarni chin yurakdan muborakbod etamiz. Allohim hammanglarning oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, fayz va barakot, rahmatlarini yog'dirsin, burkasin. Dard bilan dardiga shifo bersin. Allohim hozir sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz juda ham dolzarb ma'lumot. Bizda indeksi ichida Huajin elektr energiyada ishlaydigan barcha turdagi elektromobillar va inomarkalarga xizmat ko'rsatamiz va barcha xizmatlarni ko'rsatamiz. Hozir sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimni tarqatish kerak, hammaga ulashish kerak. Chunki bu dolzarb masala. Avtosalonlar 20 ming, 30 mingda mashinalar moyini almashtiringlar deyapti. Bu xato. Chunki bu to'g'ri, lekin Xitoyni klimatida, Xitoy madaniyatida va Xitoyni mashina haydashida 20 minggacha moy almashtirsa bo'ladi. Lekin biz o'zbeklarimiz hali bu holatga ko'nikishmagan. Hozir sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bize GM mashinalarni svetoforda sapchib qo'zg'alib, mashinani shu скоростной yoki avtomat robot korobkalarda ularda moslashtirilgan korobka motorni quvvatini bo'lib beradi har xil оборотga. Lekin bu reduktorlarda korobkadan ko'ra tezroq qo'zg'aladi. Ko'pchilik xalqimiz shu narsaga aldanib qolib, reduktorlarni berib qo'yishyapti. Mana reduktorni olgin. Mana reduktorimiz, ayon reduktorimiz. Mana hozir choshu bunda ham satelit. Mana bu C01 reduktorimiz. Bunda ham satelit. Satelit nega satelit ketyapti degan savol bo'ladi. Chunki reduktor qismimizda mashinani harakatlantirib beradigan priютga ulanadigan asosiy manba satelit. Satelit birinchi bo'lib hadeb shunaqa qo'zg'alaverganinglardan keyin pachivniy, sentribejniy kuch o'rtaga tushadi. Mana buni ko'rsataman. Mana o'zi ko'rinadi va qizarib yotibdi. Qizarib ko'karib ketgan, mana yaxshilab ko'ryaptimi Yusuf? Qizarib ketgan sentribejniy kuch o'rtaga tushgandan keyin bunda treniya hosil bo'ladi va bunda mana luft hosil bo'ladi. Birinchi bo'lib zazorli o'zgargandan keyin reduktorning qismiga hamma yuk tushib, reduktorni satelitni shaybasi ketadi. Shayba ketgandan keyin satelitni o'zi ishlashib ishlaydi. Xitoyliklar ham birinchi bo'lib satelit ketishini ma'lum qilishgan. Satelit ketadi, satelitdan ovoz chiqadi, shesirdan o'tmaydi. Vaqtida to'xtatib, mashinani evakuatorda yo buksurda olib kelsanglar, shesirna qismlariga kuch tushmaydi. Shuni sizlarga ulashib qo'ymoqchi edim. Mashinalarni imkon qadar agar 200 ming, 300 ming reduktorini, motorini haydamoqchi bo'lsanglar, birinchidan gibrid mashinalarga 95-98 iloji boricha rossiyskiy yaxshi benzin quyinglar. Reduktor qismiga keladigan bo'lsa, biz sizlarga mashinani akkuratni qo'zg'alib, tiniq haydayman desanglar, endi mumkin kimdir tezlik ishqivozi sekin plavnini qo'zg'alib olsin, keyin tezlashsa bo'ladi. Lekin riski tezlashib ketish mana shu holatga olib keladi. Mana ham yo'jiklarni ko'rdik. Mana ahvoli. Bu sekinlik bilan yig'ilgan. Bu bittada bo'lmagan. Mana bu holat maydasi sekinlik bilan yig'iladi. Mana shu hadeb tez qo'zg'alaverganda pachivniydan xrom ajrab oxiriga keyin satelit shaybasi ketgandan keyin mana bunaqa ahvol bo'ladi. Bu yorib chiqqan korpusni. Buni harakat qilamiz, korpuslarini varid qilib, o'zini to'g'irlab, lekin differensial qismida mana bunaqa ahvolda zboriy almashadi. Mana zboriy zapchastlarimiz kelgan C01 ga. Shuning uchun sizlardan iltimos, bizga ish ko'paytirmanglar. Biz ham juda ham xarismasmiz sizlarni ko'p pullarni olib, mashinalarni remont qilib berishga. Harakat qilinglar, o'zingizlar asranglar, mashinalarni va pullarni asranglar. Shu pullarni to'y hashamlaringizga, yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Shuni sizlarga ulashib qo'ygim keluvdi.
sog' bo'linglar, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud, salom, salovatu beadadlar bo'lsin. Alloh jalla jalaluhu sog' bo'linglar.